Assalomu alaykum. Shu ishqibozlari. Mana qiziqqonlarga bitta xunajinimiz, ikkita novvoschamiz bor ekanlar. Mana bunisi to'qol. Bo'ylari 1.10 dan baland, 1.20 dan past. Bunisi esa 1.5 dan baland, 1.15 dan past. Endi to'shni o'lchaganimiz yo'q. Bu xunajinimiz xuddi shunaqa. 1.20 ni u yog'ida 1.15 bilan 1.20 ni bor. Bu bo'zagimiz kichkinaroq, buni oyog'i jicha. Nima bo'lib qolgan, qayrilib qolganmi, sinib tutyaptimi, bilmayman. Ko'raverasizlar. Qiziqqonlarga. Mana ovozimiz 28 sekundir. 21.900. Mana shular. Mana egalar. Mana shu o'ng oyog'ida jichcha nimasi bor, buni og'rig'i bor. Mana xunajinimizni tuyoqlari. 6 oyda atrofidagi xunajinlar bu to'qonchoq kuydirilgan. Mana novvoschamiz. Mana tuyoqlari. Qiziqqonlarga. Mana ekanlar. Mana uzunligi. Mana bu novvoschamiz aytganimdek 1.5 dan baland, 1.15 pasti. Bu buqamiz mana. Endi tulashga kelyapti junlari. Mana akalar tuyoqlari. Bu buqamiz kattaroq. Orqalari. Mana. Pachka, hech bir nimasi yo'q. Buncha g'aribroq. Bunisi esa tuzukroq. Bizga tirikchilik. Endi videoga qanaqa chiqyapti, qanaqa emas bilmadik. Ko'rib, yetib olinaveradi. Bolalarimiz 5 oy bilan 6 oylik atrofida go'zaylar. Xunajinimiz ham shunaqa. 5 oylik, 6 oylik. Undan kam emas.